Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 7:30, 11 noyabr 2025-yil. Aziz vatandoshlarim, bu Enulov ma'lumotlari hech qachon o'zini vataniga, hattoki mana dunyoga foydali maslahatlarda aytadi. Hech qachon urushdan yo g'iybatdan yo davlat to'ntarishdan so'z ochmaydi hech qachon. Hamisha insonlarni to'g'ri yo'lga yetalovchi murshidi Ollohning so'zlari bo'ladi hammasi. Eng yuqori malakali dunyodan berayotgan ma'lumotlar bo'ladi. Ana shu ma'lumotlarni men sizlarga yetkazib turaman. Menga qarshi chiqqan insonlar bu o'sha yevreylar, misxet turklar, Qrim tatarlardan kirib kelgan shpionlar bo'ladi. Ular albatta shu qora maskalarning ichiga aralashib olgan. Ular ham bilmaydi, kimligini bilmaydi. Pasportini ko'rsatadi, bo'ldi, ishga kiraveradi. Ha, falon yerdan ekan. Undan keyin bosim bor, ozgina shunaqa shpionajlarga yordam beradigan bosimlar bor. Bu yerda dollar katta rol o'ynaydi. Mana shunaqa ishlar bo'ladi-da, og'aylar. Bu ham bu Parvardigorimizni sizlarga ko'rsatayotgan ishoralari, voqealari hammasi Parvardigorimiz sinovlari bo'ladi. Hech qachon to'satdan kelib qutqarib qolgan taqdirda ham hech kim bunga fahm farosati yetmaydiki, bu hammasi Alloh taolodan tomonidan bo'ldi demaydi. Tasodif voqea bo'lib qoldi deydi. Shuning uchun men sizlarga hozir bemalol sizlarga tayangan, sizlarga ishonib, o'zimni vatanim, xalqimni ichida yuribman. Meni xalqim himoya qiladi, meni o'zimni deb sizlarga ishonib gapirib yuribman-da. Mana albatta himoya ham qilib kelyapti. Endi Rossiyani hol ahvollari nima bo'ladi? Ular hech qachon hech kimdan qo'rqadigan yeri yo'q. Nimaga deganda qurollarini 1000% yuqori sifatli qilib tayyorlab qo'ygan. Xohlagan paytda tashlab, xohlagan yerini bitta raketa bilan eritib, temirlarni ham suvga aylantirib oqizib tashlaydilar. Ular tankalarini olib kelib, g'arblar 1000, 10 000, 100 000 askarni olib kelib qo'ysin, o'sha zahotiyoq o'shalar hammasi suvga aylanib ketadi, erib ketadi, o'zini yog'iga o'zi yonib ketadi. Chunki xuddi shunday qilib qo'ygandan keyin ular qo'rqmasdan mana o'zini ichini tozalamoqda endi. O'zini ichidagi dushmanlardan tozalayapti. Hattoki Putinda yonboshda yurishi 30 yildan beri yonboshda yurgan Peskovni mana qamab qo'ydi. Dmitriy Medvedev ham endi u yoqqa tashlayapti, bu yoqqa tashlayapti. Facebooklarda hammasi yarimi Rossiyaga yon bosib, yarimi g'arbga yon bosib qochib ketyapti. Mana ushlanyapti. Otishga hukm qilganlari bor. Bu voyenniy tribunal degani o'sha davlatning ichida hamisha voyenniylar qo'lga olib kelgan. Hamma ishni voyenniylar tartibga solib kelgan. Voyenniylardan ustun turadigan hech kim yo'q. Hozir mana o'sha Putinga jalb qilayotganlar bor. U voyenniylar Putinga hech kim emas bo'lib qoladi. O'z vatanini hamisha rossiyaliklar o'sha revolyutsiya vaqtlari, kalchak yudinish denikin paytlarda ham o'sha ruslarni o'zini ichini tozalab yurgan insonlar. Avvalambor o'zini ichini tozalamasdan turib hech qachon tikka bo'la olmaydi. Ularda albatta boshqalar boshqarib yuraveradi.
Shuning uchun aytgan ediki, Islom Karimov где amerikanцы там проблема. Mana endi Erdo'g'an ularning gapiga kirib yuribdi. Ularning gapiga kirmasa yer qimillatadi. To'kib tashlaydi hamma yo'g'ini. O'sha bitta tochkaga bombani ko'mib turib, o'shani portlatsa yer qimillaveradi Turkiya. O'sha joyini topib olgan. Boshqa yerlarda topish qiyin bo'lyapti. Qayerda hisob kitobini qila olmayapti. Qayerdan turib nima qilsa, qayerdan qilsa o'sha kuch beradi. O'shani qimillatish mumkin, o'shani zilzila bilan vayron qilish mumkin. Ularni ham bular yo'llarini qilib qo'ygan, vaqt soati kelsa qiladi. Yana qayerlarda suv omborlarni portlatish kerak, yana qayerlarda zavod, fabrikalarni portlatish kerak. Hammasini rejasini tuzib qo'ygan. Bu baribir bu yerda u uchini o'tkazadimi, boshqa qiladimi, bu mayda-chuyda bo'lib o'zidan o'zi kirib keldimi bo'ldi, yo'q bo'laveradi. Afg'onga kirib kelsa, Afg'ondan yo'q bo'ladi. O'zbekistonga kirib kelsa, O'zbekistondan yo'q bo'ladi. O'zbekistonda ham yarmi yo'q bo'lib ketadi ana undan keyin. O'rta Osiyoni ham yarmi yo'q bo'lib ketadi. Hozir Qozog'istonga kelib uchini qilyapti, u nima qiladi? Ruslarniki ichiga aralashib uchini qilaveradi endi. Ruslarning ichiga kirib oladi. Portlatsa o'ziniki ham o'ladi, haligi nayomliklar ham o'ladi. Gibridni odamlar ham o'laveradi. Ikki tomonlama yengib turaveradi ular. O'sha Rossiyani qo'li bilan O'rta Osiyoni yakson qilib oladi. Shuning uchun aytuvdimki, men ey birodarlar, dunyo musulmonlari birlashinglar desam, dunyo musulmonlarini hali sudga aralashtirgan. Shu dunyo musulmonlar qo'shilib birgalikda bo'lib turib, keyin Rossiya bilan qo'shilib turib, ana undan keyin ish qilsanglar, oliyjanob ish bo'ladi deganda, ana ular eshitib turgan. Shuning uchun aldab endi O'rta Osiyoni o'ziga qaratib olyapti. Ana undan keyin endi bu nima qiladi? Majbur qiladi urush chiqarishga. Hali ham kech emas. Hali ham qo'y og'ayni Erdo'g'an senga ishonib bo'lmaydi ekan. Senga umuman tuturuq yo'q ekan. Sen Turonni paydo qilib turib, bu yerdan Surxon qilib qo'yasanmi? Yo Go'ron qilib qo'yasanmi? Ammo hech qachon Qur'on qila olmaysan. Bu Qur'onga zid ish bo'lib qoladi. Qur'onga parallel qilib ish qila olmaysan. Chunki seni qo'rqitib olgan. Sen atkas qilsang bo'ldi, yer qimillataveradi, to'kib tashlayveradi seni, vayron qilaveradi. Ana buni boshqa odamlar ham tushunishi kerak. Uni polojenasi juda og'ir. Yaxshisi unga sherik bo'lish kerak emas. Dunyo musulmonlari birlashinglar. Aytganki Karl Marks proletariat всех стран соединяйтесь deb gazetani eng tepasiga uchiga yozib qo'yadi. Butun dunyo proletarlari birlashingiz deb. O'sha g'oyani Lenin surgan. O'sha Karl Marksning g'oyasini surgan. Uni shogirdi bo'lgan. Ana undan keyin axir 70 yil yaxshigina yashadik-ku, sotsializm. Keyin kommunizmga o'tamiz degandan keyin ularni taka-puka bo'lib qoldi yuragi. Kommunizm nima degani? Pulsiz hayot kechiramiz degan. Ayirboshlash bilan. Pul bor yerda qul bor. Qul. Pul yo'q yerda qul bo'lmaydi hech qachon. Qul yo'q. Mana hozir dollar hammani qul qilib yotibdi. Hammani qul qilib olgan. Ana shunga fikr yuritish kerak.